Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar va ustozlar. Biologiya 2025-yil variant to'plamining 17-variantning masalalarini ko'rishda davom etamiz. 5-savol. Har bir gidraning og'irligi 2,5 gram bo'lsa, demak bizda 3 kilogram gidra berilgan, ya'ni 3000 gram. 2,5 ga bo'lsa 1200 ta bo'ladi. Demak, bitta gidra noqulay sharoitda 200 taga bo'linib ketsa, 1200 200 ga bo'lsa 6 ta bo'lakka bo'lingan bo'ladi. Javob D variant bo'ladi. 10-variant. Odamda A va B genlari bitta xromosomda joylashgan, C genlari esa boshqa xromosomda joylashgan degan. Demak, o'zi 100% desak, 8% morganit degan. Morganit foizi krasnogar foiziga teng bo'ladi. 8% krasnogar bo'lsa, shuni 100dan 8 desak, 92% bu nokrasnogar, ota-onaga o'xshash bo'ladi. Demak, uchta belgisini farq qiladigan heterozigot organizm tahliliy chatisiz o'tkazildi degan. Demak, uchta belgisini farq qiladigan ota-onadan 8 ta organizm olinadi. Ya'ni 4 tasi nokrasnogar, 4 tasi A bilan B, kichkina A bilan katta B krasnogar olinadi. Ya'ni ular krasnogarni chiziqcha bilan ko'rsatib qo'yibman. Demak, ikkinchi organizmimizdan esa bitta gamet olinadi. Demak, krasnogarga uchramaganlar 4 ta bo'lganligi uchun 92 ni 4 ga bo'lib 23% dan tegdi. Krasnogarga uchraganlar 4 ta bo'lganligi uchun 8 ni 4 ga bo'lib 2% dan bo'ldi. Bizda katta A va B genlar uchrash, birgalikda kelishi necha foiz degan? Demak, 23 ga 23 46% bo'ladi. Javob B variant bo'ladi. 15. Shimpanze hujayrasida gaploid 24 ta, diploid esa 48 ta bo'ladi. Demak, shimpanzeda mitosiklik profaza davrida 48 ta bo'ladi. Bu besiga javob. Ya'ni xromosom soni 4 test bo'ladi. 4 test 96 ta bo'ladi. Bu DNK yoki xromatida deyiladi. Bu A bilan B'siga javob bo'ladi. Hujayra markazlari soni esa 2 ta bo'ladi. Demak, javobimiz C variant bo'ladi. 21-savol. 38400 molekulyar og'irlik oqsil sintezlashda. Demak, 38400 bo'lsa, bitta oqsilning og'irligi 120 dalton bo'ladi. Bo'lsak, 320 ta aminokislotin bo'lgan ekan oqsil. Demak, shu 20% ishtirok etmagan oqsil sintezda. Demak, 320 tamiz 20% ishtirok etmaganlik 80% bo'lsa, 100% bo'lsa, o'zi jami 400 ta aminokislota bo'ladi. Bitta aminokislotamizning og'irligi, aminokislotamiz 3 ta nukleotdan tashkil topadigan bo'lsa, 400 ni 3 ga ko'paytirsak 1200 bo'ladi. Demak, bitta zanjirda 1200 bo'lsa, ikkinchi zanjirda ham 1200 ta bo'ladi, jami 2400 ta bo'ladi. DNKdagi nukleotlar soni degan 2400, ya'ni javob B variant bo'ladi. 28. Dengiz cho'chqalar juni hurpaygan bo'lishi, silliq bo'lishi ustidan dominantlik qiladi. Demak, hurpaygan ikkita heterozigot organizm chatishtirilsa, 4 ta organizm olinadi. Bizda aytilgan heterozigot hurpaygan cho'chqalar gomozigotida 60 taga ko'p degan. Demak, har bitta qator 60 tadan ekan. Demak, silliq juning geni mavjud nechta deydi? Silliq resif edi. Bunda ham silliq bor, bunda ham, bunda ham. 3 ta silliq genimiz 3 ga ko'paytirsak 60 ta 180 bo'ladi. Javob C variant bo'ladi. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang.